Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti o'tgan asrning 90-yillarida bevosita tashqi ta'sir, xususan Ikhvon-ul Muslimin xalqaro terrorchi tashkilotining diniy, siyosiy hamda mazhabiy siyosiy humanizm ta'limoti asosida vujudga kelgan edi. Uning rahbariyati partiya ta'sis etilgan davrdan boshlab Tojikistondagi milliy davlatchilik tuzumini yo'qotish va uning o'rniga islomiy davlatchilik tuzumini o'rnatishni maqsad qilishgan edi. Tomoshabinlar e'tiboriga havola etiladigan tasvirlar Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rahbarlari va faollarining xiyonatlaridan guvohlik beradi. Diniy buzg'unchi partiya ta'sis etilishi davrida birga bo'lgan va uning faoliyati davomida ushbu tashkilot rahbarlari hamda xorijiy hojalari tomonidan tayyorlangan g'arazli maqsadlar ishlab chiqilishida ishtirok etgan tasvir qahramonli ayni haqiqatni so'zlaydi. Uning so'zlaridan Tojikiston xalqi Islom tiklanish partiyasi qanday buzg'unchi tashkilot, uning rahbari Kabiriy davlat va tojik xalqiga qanday xiyonatlar qilgani hamda xorijiy hojalarining moliyaviy ko'magida qanday baxtsizliklarni tojik xalqi boshiga solishni xohlaganligini bilib oladi. Men butun mas'uliyat bilan sharafli Tojikiston xalqiga murojaat qilib, shuni ma'lum qilmoqchimanki, 1992-yildan boshlab millat boshiga tushgan barcha baxtsizliklarda, urush yillarida bo'lsin, tinchlik bitimi imzolanganidan keyin va 2015-yilning sentyabr oyidagi to'ntaruvchi urinishda bo'lsin, buyuk insonlar, olimlar va boshqalarning o'ldirilishi hamda qatl ettirilishida 100% Islom tiklanish partiyasining qo'li bor. Men Islom tiklanish partiyasining ta'sischisi va faol a'zolaridan biriman. Istaymanki Tojikiston xalqi parda ortidagi va bajargan shum amallarimizni mendan, Mullo Ayyomiddindan eshitsin. Men bularni bir guvoh sifatida Tojikiston xalqiga ochiq fosh etaman. Tasvir qahramoni 2018-yilda Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti safini ixtiyoriy tark etib vatanga qaytgan kishilardan biri va o'z intervyusida nahzatchilarning o'z davlati va millatiga qilgan xiyonatlari xususida gapiradi. Sattorov Ayyomiddin, laqabi Ayyomiddin Mavlaviy, 25 aprel 1953-yilda Xatlon viloyati Kushoniyon nohiyasi, sobiq Bog'tar nohiyasi, Kommenteri qishlog'ida tug'ilgan. Millati tojik, oilali, 5 nafar farzandi bor. Ro'daki nohiyasi, Chimtepa qishloq jamoati Obchakoron qishlog'ida yashaydi. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining homiy va ta'sischilaridan biri. Men qariyb 40 yil davomida Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti homiy va rahbarlaridan bo'lgan Said Abdulloh Nuriy va Domulloh Hikmatzodaga hamrohlik qilganman. Biroq butun jiddiy e'tirozlar bilan e'lon qilamanki, men endi bu guruhga a'zo emasman. Hozir bu partiya, bu tashkilotdan chiqqanligim sabablarini birma-bir aytib beraman. Birinchidan, Islom tiklanish partiyasining bugungi rahbari partiyaning barcha oyinnoma va dasturlarini poymol qildi. U o'z atrofiga Eron Islom Respublikasining Shia ta'limoti asosida tarbiya olgan savodsiz va e'tiqodsiz yoshlarni to'pladi. Bu mening birinchi e'tirozim. Mening ikkinchi e'tirozim shundan iboratki, Kabiriy aslida mazhabiy shaxsiyat emas, ya'ni uning maqsadi mazhabni tiklash va islomga xizmat qilish emas. U tojir kishi va shuning uchun ham o'z maqsadlariga erishish yo'lida bu partiyani bir vosita sifatida ta'sis etdi va ushbu partiya nomi va islom bayrog'i ostida o'zining tijorat yo'lidagi maqsadlariga erishishni istadi. Millionlab dollar to'pladi, bozorlar, qasrlar qurdi, qimmatbaho mashinalar sotib oldi va bugun ham xorijda bo'la turib Turkiya va Yevropada o'zining shaxsiy uylariga ega, qimmatbaho mashinalari bor, ya'ni o'z turmushini tashkil qildi va men bularning barini o'z ko'zim bilan ko'rdim va shunday xulosaga keldimki, u mazhabiy kishi emas va o'z maqsadlariga ega. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining hozirgi rahbari Muhiddin Kabiriy yoshligidan nahzatchilarning buzg'unchi ruhoniylari ta'sirida qolib, 90-yillar boshida
boshida partiyaning faol a'zolaridan biri sifatida faoliyat olib borardi. U xorijiy mamlakatlarda diniy buzg'unchi oqimlarning ideologik ta'limotini olib, siyosiy ekstremizm maktabining izdoshiga aylandi. محیدین کبیری که الان خودش را راهبر حزب نهضت اسلامی میشمارد Bugun o'zini Islom tiklanish partiyasi rahbari deb hisoblaydigan Muhiddin Kabiri partiyani shiaparast partiyaga aylantirdi. Bu yerda ishlaydiganlarning ko'pchiligi shiaparast oqimiga kirib ketdi. Biz Nahzat a'zolari, jumladan Ustod Navid, Domullo Abdulhay va Domullo Abdurahim bilan birga o'tirib o'z-o'zimizga bu Muhiddin Kabiri biror davlatning josusimi yoki Eronning josusi bo'lishi mumkinmi deya suhbat qilardik. Bugun men sharafli Tojikiston xalqini Kabiri boshchiligidagi Nahzat partiyasi va Eron Islom Respublikasi maxsus xizmatining xalqimizga va mamlakatimizga nisbatan g'arazli niyatlaridan ogohlantirishni o'zimning imoniy qarzim deb bilaman. Kabiri nahzatchilarning qo'liga tushgan paytda nahzatchilar uni Shia ta'limoti, Eron maxsus xizmati ta'limoti asosida tayyorlashadi va keyinchalik ish rasmiy bo'lishi uchun uni Yaman Arab Respublikasiga jo'natishadi, toki u shu yerda o'qisin va odamlarni u Shia ta'limoti ta'sirida emasligiga ishontirsin, ya'ni o'zlarining aqidalarini yashirish uchun uni yuborishadi. Biroq uning u yerdagi barcha xarajatlari Eron Islom Respublikasining moliyaviy ko'magida yopilardi. جمهوری اسلامی ایران در اونجا او بود 1992 Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rahbarlari va sarkardalari Afg'oniston Islom Respublikasiga qochib, 1997-yilga qadar bu mamlakatda o'zlarining buzg'unchilik faoliyatini davom ettirdi. Afg'onistonda bo'lgan paytlarida o'zlarining Ansorulloh jamoati nomli kichik yacheykasini tashkil etishib, tojik yoshlariga harbiy bazalarda mashq va diniy ta'lim berishardi. Ammo nahzatchilar qanday faoliyat olib borardi va uning moliyaviy qo'llab-quvvatlovchisi kim edi? Bularning barchasiga guvoh bo'lgan Sattorov Ayyomiddin shunday deydi. درباره کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران Eron Islom Respublikasining moliyaviy ko'maklari haqida butun mas'uliyat bilan shuni ayta olamanki, Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti o'zining faoliyati davomida u paytlar rahbari Abdulloh Nuriy edi va uning dunyodan o'tishi bilan rahbarlikni Kabiri o'z qo'liga oldi. Har doim Eron Islom Respublikasining moliyaviy ko'maklaridan bahramand bo'lib kelardi. Jumladan mening yodimda fuqarolik urushi boshlangan va odamlar Afg'onistonga hijrat qilgan paytlarda Nahzat partiyasi rahbarlari bu ishlarning barini o'z qo'llariga olishdi hamda Eron Islom Respublikasi tomonidan ularga muhojir ko'magi nomli katta miqdordagi mablag'lar kelib tushardi. Ular kelib o'zlarining bu faoliyatini yopishlari uchun Afg'onistonning Taxor viloyatida Amirobod nomli shaharcha tashkil etgan edilar. Muhojirlarning bir necha guruhi o'sha yerda saqlanardi. Biroq bu yerga Eron Islom Respublikasi tomonidan mo'may mablag'lar kelib tushayotgani va ularning 70-80% Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rahbarlari qo'liga tushib, g'arazli maqsadlar uchun sarflanayotganligi, Tojikistonni tinchsizlantirish uchun yo'naltirilayotganligi ma'lum edi. Shular sababli Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining o'zi ham u yerda islom nomini olib tojik muxolifat kuchlari ittifoqi tashkil etishdi. Bu ham soxta narsa edi. 1997-yili tinchlik o'rnatilganidan keyin ular kelishdi va bu yerda Tojikiston davlati Tojikiston muxolifat kuchlari ittifoqi bilan sulhga erishganida bir narsani aytish kerakki, Tojikiston davlati Tojikiston muxolifat kuchlari ittifoqi bilan tinchlik tuzgandi. Terrorchi Nahzat partiyasi bilan sulh tuzgani yo'q. Bugun nahzatchilar dunyo bo'ylab bizni aldashdi deb jar solishmoqda. Kim sizlarni aldadi? Davlat qachon sizlar bilan ahd va paymon qilgan edi? Tojikiston muxolifat kuchlari ittifoqi bilan sulh tuzgandi va oxirigacha ahdida turdi. Biz boshqa biror marta davlatga
qarshi faoliyat olib bormasligimiz shart edi. Nahzat 2000-yildan buyon qilgan amallarining barchasi agar boshidan varaqlab keladigan bo'lsak, birortasi partiyaning oynnoma va dasturlari doirasida amalga oshirilmagan. Eronning bergan pullari bilan fanatlar buzg'unchilik amallarini bajarishdi, qotilliklar va talon-taroj amallariga qo'l urishdi, ko'p joylarda narkotik moddalar sotish bilan shug'ullanishdi, qurol saqlashda qo'llari bor edi. Tinchlik va milliy birlik bitimi imzolanganidan keyin Islom tiklanish partiyasi tarixida yangi sahifa ochildi. 1999-yil uning Tojikiston Respublikasidagi faoliyati uchun yangidan ijozat berildi. 2003-yilning oktyabrida siyosiy partiya sifatida qaydga olindi. Tojikistonning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotida ishtirok etish davomida Islom tiklanish partiyasi rahbari va uning boshqa faollari tinchlik, barqarorlik va milliy birlik haqida gapirishib, hozirgacha o'zlarini tinchlik va milliy birlik o'rnatilishida hissamiz bor deb hisoblashadi. از جمله جنایت‌های نابخشودنی که راهبران Islom tiklanish terrorchi partiyasi rahbari Kabiri va Shonaim va hozirda qamoqda bo'lgan boshqa kishilar Saidumar Husayni va boshqalarning kechirib bo'lmas jinoyatlaridan biri shuki, ular 2010-2015-yillarda davlatga qarshi bir nechta jinoyatlarni amalga oshirishdi. Bular esa rasmiy partiyaning barcha oynnoma va dasturlariga ziddir. Jumladan, Kamarob darasida Mudofaa vazirligining ofitser va askarlari bo'lgan mashinaga uyushtirilgan hujum va u yerda ko'plab yoshlarni qatl etishdi. Ikkinchi kechirib bo'lmas hodisa bu Xorug shahridagi davlat kuchlariga qarshi qurolli qarshilik bo'lib, u yerda mahalliy jinoyatchilar to'plangan edi. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rahbari Muhiddin Kabiri qo'llab-quvvatlashida u yerda ham qanchadan qancha yoshlar o'lib ketdi va eng dahshatlisi va kechirib bo'lmasi bu 2015-yilning sentyabridagi davlat to'ntaruviga urinish hodisasi bo'lib, Hoji Halim rahbarligida amalga oshirildi. Biroq bu yerda Hoji Halim rahbar edi. Aslida esa asosiy rahbar Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti yetakchisi Muhiddin Kabiri edi va u Eron Islom Respublikasi mablag'lari asosida amalga oshirildi. با مبلغ‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود. 1992-2001 Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkiloti rahbarlari va a'zolari tomonidan og'ir jinoyatlar va terrorchilik aktlari sodir etildi. Natijada 150 ming nafar fuqarolar halok bo'lishdi. Mamlakat iqtisodiyoti falaj bo'ldi. Tojikistonning o'nlab oqil farzandlari, ilm-fan, madaniyat xodimlari, siyosat arboblari, jumladan Muhammad Osimiy, Yusuf Ishoqiy, Minhoj G'ulomov, Xushbaxt Haydarsho va boshqalar zo'ravonlik va terror bilan yo'q qilindi. Bu qotilliklarning asosiy maqsadi millatning aqliy intellektual qudratiga zarba berish, ziyolilar ahlini qo'rqitish, hukumatga qarshi ishonchsizlik va norozilik hissini uyg'otishdan iborat edi. در سال 2015 2015-yilda Islom tiklanish partiyasi va partiyaning faol a'zosi sifatida men ham Kabiriyning saylovda muvaffaq bo'lmaganida Nahzat a'zolari va Hoji Halimga endi biz qonuniy yo'l bilan bajara olmadik, endi zo'ravonlik bilan to'ntaruv qilib hokimiyatni qo'lga olamiz deya amr berganligining guvohi bo'lganman, biroq muvaffaq bo'lmadi. ولی موفق نشد. Abduhalim Nazarzoda guruhi boshchiligidagi davlat to'ntaruvining bostirilganidan so'ng Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti rahbari yangi rejalarni ishlab chiqishga kirishdi. باز وقتی که به خارج گرفتیم رفتیم Biz xorijga chiqib qochib ketganimizdan keyin ham yoshlarni jalb etish bilan shug'ullandik va ularni to'plab qo'llariga qurol berdik. Ushbu yoshlar orqali Tojikistonda yana notinchlikni yuzaga chiqarib, men Tojikiston do'stiman deya da'vo qilayotgan Eron davlatining g'arazli maqsadlarini Tojikistonda amalga oshirishga urinardik. می‌خواستیم که نقشه او را در تاجیکستان عملی کنیم. Muhiddin Kabiri o'zining buzg'unchi maqsadlarini amalga oshirish uchun Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotining xiyonatkor maktabidan o'tgan o'zining ishonchli kishisi Kuzov Mirzorahimning tojik yoshlarini jalb etishga mas'ul etib tayinladi.
Kuzov Mirzorahim Karimovich 8 may 1960-yilda Tog'li Badaxshon Muxtor viloyatining Vanj nohiyasi Yazg'ulom qishloq jamoati Vishsxarv qishlog'ida tug'ilgan. Millati tojik, ma'lumoti oliy. Dushanbe shahri Sino nohiyasi Bobojon G'afurov ko'chasi 1-yo'lak 6-uy 10-xonada yashaydi. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti oliy boshqaruvi va siyosiy kengashi a'zosi. Unga nisbatan Tojikiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 187-moddasi 1-qismi, 179-moddasi 3-qismi A bandi, 189-moddasi 3-qismi A bandi, 313 va 307-moddalari asosida jinoiy ish qo'zg'atilib, xalqaro qidiruvda turibdi. من در فدراسیای روسیه قرار داشتم در شهر مسکو. Men Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida edim. Kuzov Shonayim menga qo'ng'iroq qilib, "Nahzat raisi sizni albatta Tehronga kelishga amr qilgan. Siz bizga juda keraksiz" dedi. Keyin menga mablag' yuborishdi va men samolyot biletini sotib olib, Moskva-Tehron yo'nalishi bo'ylab 2016-yilning fevral oyida Tehronga keldim. Aeroportda meni Kuzov Rustam Shonayimning ukasi kutib oldi va Tehron Pardiz shahri o'rtasidagi masofa 2 soatlik yo'l bo'lgan uchun taksi vositasida meni u yerga olib bordi. Men u yerda Kuzov Shonayim bilan uchrashdim va bir necha kun meni mehmon qildi va keyin sekin asta vaziyatni tushuntirishga o'tdi va biz Mozandaron, Aroq, Padris va Bumehan harbiy bazalarida yoshlarni to'plaganmiz va ularga harbiy ta'lim beryapmiz. Domullo, sizning vazifangiz shundan iboratki, ularni ruhiy, ma'naviy jihatdan jihodga tayyorlang. Jihod omoda so'zi. Ba'dan Keyin men Sheri Yazg'ulomiy taxallusli Safarov Shermahmad bilan uchrashdim. terroristi va xurdim. Safarov Shermahmad Murodovich, laqabi Sheri Yazg'ulomiy, 1969-yilning 11-noyabrida Xatlon viloyatining Jayhun nohiyasi sobiq Qumsangir Rahmonov qishloq jamoati Komsomol qishlog'ida tug'ilgan. 5 nafar farzandi bor. Dushanbe shahri Firdavsi nohiyasi Kanoriy ko'chasi 93-uyda yashaydi. Ma'lumoti o'rta: Nazarzoda Abduhalim Mirzo, Hoji Halim terrorchi guruhi a'zosi. 2015-yilning sentyabr oyidan 2017-yilning mart oyigacha Eron Islom Respublikasining Padriz va Bumehan shaharlaridagi terrorchilik lagerlarida maxsus terrorchilik tayyorgarligidan o'tgan. بعدی که ما رفتم در اونجا چند تعلیم دادیم. Men borganimdan keyin bir necha vaqt ta'lim berganimdan so'ng u 7 kishi bilan Eron maxsus xizmatlari faraoni bilan u yerlarda o'zlarining harbiy bazalarini ochish hamda ular bilan aloqa o'rnatish uchun Afg'onistonga yuborildi, toki boshqa kuchlar kelib, u Tojikiston ichiga kirib vaziyatni notinchsizlantirishi kerak edi. Tojikiston رو ناآرام. در جمهوری اسلامی ایران در لاگرهای که تروریستان رو تیار میکردن. Eron Islom Respublikasidagi terrorchilar tayyorlanadigan lagerlarda tojikistonlik 25 nafar yoshlar ham mashq qilishardi. Ularning rahbari Tojikiston fuqarosi Abdullo laqabli Mahmud edi. Abdullo yod meshid, faoliyat میکرد. جوانانی که از طرف کبیری va Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti tomonidan Bumehan va Pardiz, Mozandaron va Aroq harbiy bazalarida yig'ilgan yoshlar u yerda kuchli tartibda mashq qilishardi. Xunpora so'zni aytganda, yomg'irmi, loymi, o'zingni yer tashlashing, boshingni yashirishing kerak edi. Minomyotni xunnora so'z deyishadi va shuningdek ovqatlanish, yotish va barcha shakli kuchli tartibda edi. Kuchli qoida degani Amerikacha qoida edi. Eron Islom Respublikasi maxsus xizmati tomonidan gohida Amerika filmlari keltirilar, qanday hujum qilish, shaharlarni qanday notinch qilishni ularga ko'rsatishar, targ'ib etishardi. Siz ham Tojikistonga borganingizda mana shunday harakat qiling, hech kimga rahm qilish kerak emas deyishardi. باید به هیچ کس رحم کردن در کار نیست. من 100% تصدیق میکنم و شاهد حال بودم که Kabiri va Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti izdoshlari Bumehan va Pardiz
Mozandaron va Aroq shaharlariga olib kelgan gumroh yoshlar Eron maxsus xizmatlari tomonidan nochiz mablag'lar bilan qo'llab-quvvatlantirilishib, u Eronning 750 tuman mablag'ini tashkil qilar. Eron sharoitida o'zlarining iborasi bilan aytganda, yegin u o'lmagin mablag'i bo'lib, odam bitta quruq nonni olib yeyishi mumkinligini 100% tasdiqlayman va buning guvohi bo'lganman. Ammo aslida Islomiy Nahzat terrorchi partiyasi uchun ko'p mablag'lar 100 ming, 200 ming dollar ajratilib, ularning aksariyatini Muhiddin Kabiri va Mirzo Rahim Kuzov Yevropaga borib, davlatimizga qarshi buzg'unchi ishlarini davom ettirish uchun o'zlariga olishardi. باز همون تخریبکاری‌های خودشون رو دوام بدن. سال 2016 تا سال 2017 در 2016-2017 yillar Eronda bo'lganimda Eron xavfsizlik organlari qo'shinlar qorovullarini keskin tanqid ostiga olishlari guvohi bo'lgandim. Chunki millionlab dollarni oldingiz, Nahzat bilan birgalikda u yerda sarfladingiz va biron natijaga erishmadingiz. Shuningdek, Kabiriyni ham biz sizni o'z partiyamiz sifatida ko'rdik. Siz Eron Hizbullohisiz. Nima uchun buncha mablag'ni oldingiz u borib o'zingizga qimmatbaho mashinalar xarid qildingiz, biz tomondan boylik to'pladingiz, bozor qurdingiz, o'zingiz uchun sarfladingiz u biror natijaga erishilmadi, bizning bironta rejamiz amalga oshmadi deya muhokamaga tortishgan edi. Buning uchun javob berishingiz kerak. از سال 2016 تا Men Eron Islom Respublikasida bo'lgan 2016-2017 yillar Islomiy Nahzat rahbarlari jumladan Kabiri tomonidan u yerda menga berilgan mas'uliyatlarni ijro etish uchun bir narsani anglab yetdimki, avvalroq gumonim boshqacha edi. Eron Islom Respublikasi tomonidan yillar davomida Nahzat va nahzatchilarga fuqarolik urushidan oldin va keyingi yillarda berilayotgan yordamlar bir musulmonning boshqa musulmonga nisbatan qilayotgan xayriyaviy va mardlik ishlari deya gumon qilardim. Ammo u yerda yonimizga kelgan Eron maxsus xizmatining Muhammad va Abbos nomli namoyandalari tojik yoshlari orasida kuchli bahs paydo bo'ldi. Ular bu yerga nahzatchilar tomonidan keldik deyishdi. Bizni bu yerga Kabiri olib keldi. Ular siz bu narsani unuting. Siz Islomiy Nahzatning odamlari emassiz deyishdi. Sizlar Eron puli boyliklari bilan tarbiyalangan Eron Islom Respublikasining odamlarisiz. Biz buncha mablag'larni siz u yerda bizning maqsadlarimizni amalga oshirishingiz uchun sarfladik. Ammo sizlar buning uddasidan chiqmadingiz. Siz bizning barcha rejalarimizni barbod qildingiz. Bugun bu ishlar tovoni uchun sizlar ko'proq zahmat cheking. Avvalgi ishlarning tovonini to'lash uchun ko'proq harakat qilishingiz kerak. Bu narsalarni oshkor bayon etganlaridan keyin kosaning tagida nimkosa bor ekanda, bu ishlar Xudo yo'lida emas ekanda degan xulosaga keldim. U yerda bo'lgan kishilar go'yo sotilgan shaxslar edi-yu, ular bilan sotilgan kishilar kabi muomalada bo'lishardi. Shuningdek, Eron Islom Respublikasi xavfsizlik xizmatining birining nomi Muhammad va boshqasi Abbos bo'lgan ikki namoyandasi u yerda rahbar sifatida bizga xitob qilishib, biz ko'p mablag'larni sarfladik. Bu sizlar Tojikistondan ko'proq yoshlarni Eronga keltirishingiz, bu yerda ular Shia mazhabini qabul qilishlari va ular oldiga qo'yiladigan vazifani ijro etish uchun harbiy guruhlarda ta'lim olishlari kerak bo'lganligini aytishardi. Biroq shu ishning ham uddasidan chiqa olmadilaring deb ta'na qilishardi. ولی شما همین رو نتونستید کرده. گفتم مرا طعنه میکرده. من با تمامی tashkilotlar با نفوذ Men barcha nufuzli xalqaro tashkilotlar va jahon hamjamiyatiga xitob qilib so'rayman. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti Eron Islom Respublikasida harbiy bazasi borligi borasida yana qanday dalil kerak? Men u yerda bu narsalarni o'z ko'zi bilan ko'rgan shohidman. U yerga borganman. Terrorchilar hamrohligida o'sha yerda bo'lganman. Bu narsalarni tasdiqlayman. Bu ishlarni tasdiqlash uchun meni hech kim majbur qilgani yo'q. Bu terror partiya Eronning maxsus xizmatlari tomonidan katta mablag'lar bilan avval ham, hozir ham qo'llab-quvvatlanganligini 100% ayta olaman. Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti 2015-yilning sentyabr oyida Tojikistonda amalga oshirgan jinoyatlar 100% Eron Islom Respublikasi qo'llab-quvvatlashida tashkil qilingan va hozir ham bu ish davom etmoqda va hozir ham Eronning pullari bilan Kabiri hamda Islom tiklanish partiyasi
partiyasi terrorchi ekstremistik tashkilotidan bo'lgan uning boshqa izdoshlari hali ham Eron Islom Respublikasida shunday harbiy bazaga ega hamda gumroh yoshlarni davlat va hukumatimizga qarshi tayyorlashyapti. اونجا بازدید دولت و حکومت ما آماده کرده ایستادن. Bugungi kunda Islom tiklanish partiyasi terrorchi ekstremist tashkiloti faollari Muhiddin Kabiri rahbarligida g'arb davlatlarida o'zlarini siyosiy jabrlanganlar va demokratik kuchlar namoyandalari sifatida ko'rsatishib, bu mamlakatlar va xalqaro tashkilotlardan bu nayranglar bilan yuz minglab dollar yordam olishadi. Bu haqiqatan ba'zi mamlakatlar va xalqaro tashkilotlar ogoh bo'lib yoki bo'lmasdan terrorizm va ekstremizmni moliyalashtirayotganligini isbotlaydi. بعد اشتراک کردن در همون گروه های تروریستی و مشق کردن در همون o'sha terrorchi guruhda ishtirok etish va harbiy bazalarda mashq qilgandan keyin shaxsan o'zimni 2017-yilning sentyabr oyida Varshavaga da'vat qilishdi va Kabiriyning o'zi qatnashayotgan bir konferensiyada ishtirok etdim. O'sha yerda qolgan a'zolar va mehmonlarga 2020-yili boshimizni tek tutgan holda xalqaro tashkilotlar yordami bilan Tojikistonga qaytamiz va saylovda ishtirok etamiz deya va'da berardi. Agar Tojikiston hukumati rozilik bermasa, harbiy guruhlarimiz Eron Islom Respublikasida tayyorlagan guruhlarimizni ishga solamiz. Ko'rsatilgan video bir voqea shaxs hayoti haqiqatidir. Umri davomida hayotning past va balandliklarini ko'rgan shaxs, umrining ko'p qismini bir siyosiy partiya faoliyati bilan birgalikda o'tkazgan. Bugun uni hech kim majbur qilgani yo'q, ammo bu terrorchi partiyaning parda ortidagi o'yinlari ko'pgina sirlarini fosh qildi. Uni bu terrorchi tashkilot va uning xorijlik xojalari yo'li to'silmasa, yana aldangan yoshlar va tojik millati boshiga ko'pgina baxtsizliklar keltirib chiqarishi mumkinligi vazifador etdi. Bu xayoliy aqida bo'lmay, balki haqiqatdir. Tojikistonning barcha xalqi buni o'tgan asrning 90-yillarida boshimizdan o'tkazdik va begonaparastlik qayerga olib borishi, ochlik va notinchlik nima va xiyonatchi kim ekanligini bilamiz. دوستان محترم، هموطنان عزیز، Hurmatli do'stlar, aziz vatandoshlar, oxirida shuni aytmoqchimanki, umrim bir joyga yetdi. O'z vijdonim, vatandoshlar va farzandlarim oldida o'tkazgan umrimdan hisobot berib, yelkamdagi og'ir yukni biroz bo'lsa-da yengillatishni istayman. Butun umrim davomida Islom tiklanish partiyasi muassis va rahbarlaridan biri Said Abdulloh Nuriyning hamrohi bo'lganim va u bilan birgalikda faoliyat yuritganimga iqror bo'lishim kerak. Islom tiklanish partiyasi Eronning Shia mazhabli oxundlari tashabbusi bilan tashkil etilgani va faqat ushbu partiya Tojikistonda fuqarolik urushi tashabbuschisi bo'lganini butun mas'uliyatim bilan e'lon qilaman. Tojikiston mustaqilligining 26 yili mobaynida Islom tiklanish partiyasi Eron va uning Shia mazhabli oxundlari rahbarligida moliyalashtirish bilan amal qildi. Biz bu partiyaning rahbarlari umrimizning bir qismini Eronga borish kelish bilan o'tkazdik. Biz Nahzat partiyasi rahbarlari Eron Islom Respublikasining millionlab mablag'lari bilan zavod va fabrikalar qurib, o'zimiz uchun tinch hayotni yaratganimiz va lekin Tojikiston Respublikasi uchun notinchlik va beqarorlikni keltirganimizning guvohiman. Buni nafaqat biz, balki Eronning begunoh, tildosh va ma'sum xalqi ham ularning milliy boyliklarini Shia mazhabli oxundlar nima ishlarga sarflaganliklarini bilishlari kerak. آخوندهای شیعه مذهب به چه کارها صرف میکنند؟ امروز راهبران این حزب تروریستی و Bugun bu terrorchi partiya va ular homiylari Eron Islom Respublikasi Tojikiston bu partiyaning jinoyatchi va terrorchi ekanligi borasida hech qanday dalilga ega emas degan iddaoni ilgari surishmoqda. Birodarlar, men kasal bir kishi, 30 yil bu partiya rahbarlari hamrohi edim va ularning barcha ishlarida faoliyat yuritdim. Afg'oniston, Eron, Tojikiston, Nahzat terrorchilarining lagerlari mavjud bo'lgan barcha joyda faoliyat yuritdim. Yoshlarni partiya rahbarlari buyrug'i bilan terror qilish va Tojikistonni notinchlantirish uchun tarbiyaladik. O'sha shogirdlarimizning tashabbusi bilan ular kelishib siyosatchilar, mansabdorlar Tojikistonning buyuk farzandlarini o'ldirishdi. Bundan boshqa yana qanday dalil kerak? Bularga ushbu narsalarni o'z ko'zim bilan ko'rganim tufayli iqror bo'layapman. Biz u yerda tarbiyalagan o'sha shogirdlar kelishib Tojikistonda o'z millatdoshlarini
o'ldirishdi. Endi sizlar uchun mendan ham ko'proq shohid kerakmi? Bu ishlarni o'z ko'zi bilan ko'rgan va o'z faoliyati bilan bu ishlarni bajargan odamman. Sizning o'lish niyatingiz yo'qmi? Nima uchun ko'ra bila turib yolg'on so'zlaysiz? Haqiqatni ko'rmaysizmi? Eronning dollarlari nahzatning bu rahbarlari ko'zini ko'r qilgan. Qarang, bugun qo'limda kishan yo'q, qo'llarim ochiq, ozodlikda yuribman. Meni hech kim bu gaplarni aytishga majbur qilgani yo'q. Avvallar o'z millatingiz, davlatingizga qarshi qilgan ishlaringizni ikkinchi marta takrorlamasligingizni oshkor va ro'y rost aytaman. Tojikistonni bir marta Suriyaga aylantirdingiz, ikkinchi marta qilmang. Ey Islom tiklanish partiyasi rahbarlari, mening ozodlikda ekanligimni ko'ring. Men ozod yashayapman. Biror kishi ustimga bosim o'tkazayotgani, taqirlayotgani yo'q. Rafiqam va farzandlarim bilan tinch yashayapmiz. Bu gullab yashnagan zamindagi barcha maishiy xizmatlardan foydalanaman. Uning pok havosidan nafas olaman. Agar ishonmasangiz kelib ko'ring. O'z namoyandangizni jo'nating, kelib ko'rsin. Tojikiston mustaqilligining 26 yili mobaynida mamlakatimizda sodir etilgan har bir jinoyat xorijliklar va ushbu terrorchi partiya qo'li bilan amalga oshirilgan. Men shaxsan terrorchilik ishlarida ishtirok etganim yo'q. Qo'lim qonga bo'yalmagan, ammo bu qonxo'r partiyaning targ'ibotchisi bo'lganimdan afsuslanaman. Bu partiyaning nayranglari hali oldinda, ularning niyatlari yomon. Bu partiya faoliyat yuritaverar ekan. Eron Islom Respublikasi bu partiya rahbarlari qo'li bilan Tojikistonni notinch qilish uchun o'zlarining yomon rejalaridan har nom, turli shior, har qanday shakl bilan foydalanaveradi. Tojikiston yoshlari bu xoin partiyaga aldanmasliklari va ikkinchi marta bu partiya domiga tushmasliklari kerak. Men o'z xatolarimni hech qachon kechirmayman. Biroq farzandlar va Tojikistonning sharafli xalqidan ming bor uzr so'rayman. Biz xato qildik. Bu Nahzat partiyasi hamrohligida umrimizni behuda sarfladik. Xiyonat qildik, gumroh bo'ldik. Biroq hayot haqiqatlari ko'zimni ochdi va o'z xatoyimni anglab yetdim. Haqiqat hamma vaqt achchiq. Lekin unga iqror bo'lish kerak. Mardlik sifati ham shundan iborat bo'lib, odam o'z xatolariga iqror bo'lish kerak va biz xato qilganimiz, kelajakda boshqalar ham xato qilmasliklarini, bu zamin, bu xok, mamlakatning bu tinchligiga ikkinchi marta xalal yetkazmasliklarini. Kishvar digar bora xalal vorid nakna.